Salom do'stlar hammaga. Bugungi biz bu videoda yana Bahodirxon qo'shnim do'stim bilan videolarimiz salomlash. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun do'stim bilan video olyapmiz. Bu videoga komment yozib, like bosib, obuna bo'lib qo'ymasanglar, obuna bo'lmaganlar biz rozi bo'lmaymiz. Shaxsan men rozi bo'lmayman. Hop, endi biz bu videoda biz do'stim bilan birgalikda olyapmiz. Qaramasam biz boshladik. Hop, menga endi biznes kerak. Biznesda hamkorlik kerak. O'zimga hamkor qidirib yuribman mana. Uy, tushib ketardik do'stlar. Qishloqmi? Qishloqda ham shunaqalar bo'ladi. Birgalikda hamkorlik qilsam bo'ladi qishloqdagi odamlar bilan. Unga pul beraman hamkorlik qilish uchun. Agar rozi bo'lmasa unga pul berib rozi qildiraman. Bu yerda menlar yaxshiroq o'yinchilar bormi? Bu yerda uy bor ekan. Shunday ekan. Uni bu yerda bitta odam ish qilyapti. Qani boraylik-chi. Hoy, salom. Hoy, birodar. Gapiryapsiz, senga boraman. Ochib turing. Hoy, birodar. Menga Ha. Siz qayerda yashaysiz? mana shu yerda, qishloqda. Men siz bilan hamkorlik qilmoqchiman. Sizni mana bu narsalaringiz bilan birgalikda menga yetkazib berib tursangiz, narsalaringizni sizga almaz berardim. Olmos bu nimami? Men bu yerda qolib tur. Men o'z yurtimni sotmayman. Men bu yerda qarashim kerak. Qancha kerak? Mana sizga 5 million. Boshlanishiga Bormayman. Oling mana. Bormayman men. O'z ishimni qilaman. Yurtimni qarashim kerak. Mayli, ketaveramiz. Qamizga qaytamiz. To'xtanglar-da, uni unutish uchun bu yerda boshqa aqlliroq insonlar yo'q, faqat hammasi jitil va bitta Steve'ni o'zi yashar ekan. Men bu yerdan ana o'zim menga yoqqandi, ashuni sotib olaman. Uni undiramiz. Yetaman ekan. Sabziyimiz. Nonni chevolay. Hoy. Kimga chaqilding? Steve. Hop. Ana uyda egasi kim? Qaysi o'g'lim? Mana sotilar o'zimcha chiqibdi tomiga. Uyat menikida sotaman. Sotasizmi? Ha. Men olaman. To'xtatib hozir. Sizga boya kim oldi aytding olmoqchi. Sizga boya bergan pulimga. Men olmadim pul. O'g'irlab ketishibdi. Jin ursin do'stlar. Mayli beraman. Men qancha olmos? Qancha olmosing bor o'zi? 64 ta. 64 ta. Menga 60 ta ber. Men sizga meni bezovta qilmasligingiz uchun ko'proq. Bo'ldi. Bu uy meniki. Vau, do'stlar, zo'r chiroyli ekan. Qilichimizni joylashtirib qo'yamiz. Chunki mana bu joyda ashita olmos bilan qurilganligi uchun men sizga 60 ta dedim. O'zi bundan ham ko'pga ketadigan uydi. Olmos bilan qurilgan ekan. Do'stlar, mayli. Televizor o'tirib ko'ramiz do'stlar. Kep qolinglar. Mana divanga o'tirib televizor ko'ramiz do'stlar. U bilan barib hamkorlik qilish uchun bor vujudim bilan harakat qilaman do'stlar. Like bosinglar.
Men uni oldiga borib yana yalinib so'rab ko'raman. Agar rozi bo'lsa birgalikda u bilan hamkorlik qilardik. Do'stlar, agar bilgan bo'lsalar, u yoqda ham qanaqadir relis bilan anaqa bor ekan, temir yo'l bor ekan, vagonlar bilan ashdan bir-birimizga narsa yetkazib tursak, ana bu daraxtlar chopib turib ashga qo'yardim. Do'stlar, u bilan yana hamkorlik qilishga harakat qilaman. Bu sandiq tekshirmoqdik do'stlar, nima bor ekan? Bolta bor ekan. Mana shu yerdan go'sham olamiz. Tayyor. Ikkita o'q. Bolta bilan daraxt chopib, relslarda shunaqa qilib relslarga oxiridagi joyiga qo'yardik do'stlar. Biz birinchi naryoqdan daraxt chopamiz. Men bir Voy, aka. Voy. Ha, Meni bilan hamkorlik qilishga rozi bo'laman. hamkorlik qilishga? Bo'laverammi? Ha, roziman. O'rtashim. Bo'ldi. Nima qilishim kerak o'zi? Siz menga ana u yerdagi agrotuzdagi Mahsulotlarni, ular ashlardan yetkazib berib turasiz. bo'ldi. Davay. Mana shu relis bilan ketaveramizmi? Ha? Voy, Ha, relis bilan ketaveramizmi? ha, albatta. Ketdim. Oboradigan narsam bor edi. Temir yo'lni ham rosa qurishgan ekan. Bitta qurishlarmi degan. Ko'rasizlar, kimdir orqamizdan yuribdi juda. Boshqacha yuradigan. Do'stlar, Ukam keladi. u yerda Ukam shaharga ketadi. sizni ukangiz bormi? Muhammad Aziz degan. Ha, mening ukam shaharga ketgani, nida o'qigani. Qaytib kelyaptimi? Endi Ko'rganni qizil kiyimli emasmi? Ashi Ko'rdim. qizil kiyimini kiyib olgan bo'lsa Ashada ekan. Yurgan ekan. Do'stlar, taqishlovlarda degani biznes. qayerdasiz, Stiv? Men biznesingizga keldim. Bergan narsam bor edi. O'zim suyay. Juda suyay. Do'stlar, mana hozir. Do'stlar, agar bu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, like bosib obuna bo'linglar. Bu videoning ikkinchi qismini chiqaramiz.